Barchaga assalomu alaykum. Bizlarni kuzatib boruvchi obunachilarimiz, hamyurtlarimiz. Bugun biz 7-darsligimizni boshladik. Bugun 7-darsligimizda Tristar Color firmasining Atacento mahsulotidan faktura chiqarib o'zim ko'rsataman. O'zimizga kerakli bo'lgan mahsulotni maxsus chelakka soldik. Endi rang tayyorlashni boshlaymiz. Rang tayyorlash jarayonida bu xatoni siz umuman qilmang. Atacentoga oddiy kollerlardan foydalanmang. Iloji boricha mana shunday pudrali pastalar bor, Atacentoga qo'shadigan yaltiroq. Bular Atacentoni nurini o'ldirmaydi. Normalniy zo'r effekt beradi, lekin uzoq muddatliga ham ta'sir qilmaydi, nurini so'ndirishga ham ta'sir qilmaydi. Oddiy kollerdan foydalansangiz, oddiy koller Atacentoni nurini o'ldiradi, ma'lum bir miqdorda. Keyin yaroqlilik muddatini ham pasaytiradi. Agar buni topishga qiynalsalaring, Tristar Color firmasiga bizga bog'lansalaring, bizda har xil ranglari mavjud. Hozir biz seriya tayyorlayotganimiz uchun qora pudradan, pastadan foydalanamiz. Bundan oldin mahsulotimizga ozgincha suv qo'shib suyultirib olamiz. Qani bismillah. Mana mahsulotimizni o'zimizga ishlash uchun udobniy qilib suyultirib oldik. Xo'p, biz oddiy doskaga tayyorlayotganimiz uchun mahsulotni buni o'lchamasdan bez anaqa qo'shaveramiz. Tabga qarab. Agar siz katta ob'yomga o'rayotgan paytingiz grammlab to'shni anaqada qo'shganingiz ma'qul. Chunki yetmay qolsa, grammini bilib olsangiz, o'sha grammda tayyorlab davom ettirib ketgani, raznica qilib qolmasligi uchun. Hozir biz ozgincha qo'shamiz. Mana o'zimizga kerakli bo'lgan mahsulotni ham tayyorlab oldik. Endi buni surtish jarayonlarini ko'ramiz. Endi buni surtishni boshlaymiz. Doskamiz ishlash uchun tayyor. Doskamizga emulsiya berib tayyorlab olganmiz. Qani bismillah. Atacentomizni mana shunaqa bir xilda tortib olamiz, tekis qilib. Har doim tortiladigan holat, rangligi yo qalin yo yuqori shortish shart emas. Tagiga bir suruv tortib olamiz. Keyin faktura chiqarish uchun boshqa tortamiz. Hop, fon sifatida tortyapmiz. Tekis qilib tortib oldik. Endi buni videomiz uzoq bo'lib ketmasligi uchun fen yordamida quritib olamiz. Doskamizga bir suluk Atacentoni mana tortib quritib oldik. Endi ikkinchi sulugini beramiz. Ikkinchi sulugini tortib, bir vala gul chiqarib ketaveramiz.
Patatentomizni yumshoq va mayinligiga ham e'tibor bering. Ishlashga ham juda qulay. Ham joylarni to'ldirib olamiz. Birinchi andovani o'zida bitta unaqa ko'rsatib berib ketaman. Faktura chiqarish. Bu shapaloq gul deyiladi. Bunda har tarafga qarab ozginchadan berib tortiladi. Faqat buni ozgincha sergitib qilinadi. Tortib olgandan keyin ozgincha sergindan keyin gul chiqarishni boshlaymiz. Hozir men yangi o'rganadiganlar uchun bitta shaybada kimda osonroq gul chiqarish uchun ishlatiladigan plasmas andavamiz bor. O'shanda chiqarib ko'rsataman. Mana bu plasmas andava. Mana bunday nerjavek andavalarga qaraganda ishlash osonroq. Chunki bu egiluvchanlik xususiyatiga ega. Gul chiqarishimiz osonroq bo'ladi. Bu ancha ham osonroq. Patatentomiz mayin, ishlash juda oson. Mana bunda bitta chiqarishni ko'rsatdim. Bunda asosiy iriroq gul chiqariladi. Endi shaybamizni sal maydonroq gul chiqarib olamiz. Yangi o'rganadiganlar shu 8 uslubi sal osonroq. Mana birinchi chiqarib olgan gulimiz ham ancha quridi. Endi ikkinchisida shaybani bosmagan holatda o'zini holatida mana bu shlaklarini, grubi joylarini yotqizib chiqamiz. Shu bilan ishimiz yakunlanadi. Shaybamizni o'zini holatida aylantiramiz, bosib yubormaymiz.
Bugungi darsligimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi darsligimiz siz uchun ozgincha bo'lsa ham foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang va qilingan ishimizga baho bering.